bu Ozarbayjon Kiyar Hamyurtimizning yoshi 28 da, bo'yi 175 cm. Vazni 66 kg. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по унифайту, представляющий Jasur Alijonov maktabi Olmaliq O'zbekiston. Trener Suhrob Mirzavaliyga. Qozog'iston. Jang referisi Halil Mamiyev, Qozog'iston. Kayar Priyev 8 ta jang o'tkazgan, 5 ta g'alaba va 3 mag'lubiyat. Suhrob Mirzavaliyev esa 6 ta g'alaba va 2 mag'lubiyat. Demak, umumiy ko'rsatkich teng, ya'ni janglar soni. Birinchi raund boshlandi do'stlar. Low kick bilan boshladi Mirzavaliyev. Yosh farqi ham unchalik ko'p emas ekan, 2 yoshni tashkil qiladi. Atiga hamyurtimiz biroz kattaroq, 28 yoshda. Yaqin masofadagi jang. Suhrob Mirzavaliyev Jasur Alijonov shogirdi hisoblanadi. Ruslar qo'llab-quvvatlashini menimcha hamma eshityapti. O'ng qo'l o'tdi Mirzavaliyev. High kick. Bu yerda yaxshi zarba high kickda. Yana bir o'ng qo'l zarbasini o'tkazib yuboryapti. Beriyev. Takedowndan yaxshi himoyalanyapti hozircha hamyurtimiz. Tizza zarbasi. Beriyev hozircha nazorat ushlab turibdi, mana bu yerda takedownni amalga oshiryapti. Mirzavaliyev jang parteriga ko'chdi do'stlar. Birinchi hozir biroz noqulay holatda qolib ketyapti. Birinchi takedown Beriyev hisobiga yozilyapti. Hozircha raqibni yaqin ushlab turibdi. Suhrob gard holatida davom etyapti jang. Endi bu vaziyatdan chiqishga harakat qilish kerak baribir. Mirzavaliyev hali vaqt bor. Birinchi raundni o'z hisobiga yozdirish uchun bu vaziyatdan chiqib ketish kerak. nazorat demak hali hamon davom etyapti Beriyevda, lekin yaxshi tomoni hali ko'p ham talofat yetkaza olgani yo'q. Umuman zarba berishga qo'ygani yo'q. Suhrob raqibni yaqin tutib turibdi va zarba berishga yo'l qo'ymayapti. Mana bu yerda chiqib olish imkoniyat bo'ladi. Mana bunday zarbalarni o'tkazib yubormaslik kerak. Baribir bu o'z ta'sirini ko'rsatadi. Stoydil harakat qilyapti Mirzavaliyev, lekin Kayar Priyev nazoratni yaxshi amalga oshiryapti-da. Referiga murojaat qilib qolamiz, albatta agar biroz sekinlashsa jang. qo'llarini ham yo'q chiqarib oldi Mirzavaliyev.
Deyarli birinchi raund boy berilyapti-da. Biroz o'sha uslublarni qo'llashga harakat qilib ko'rsa yaxshi bo'lardi. Lekin buning uchun imkoniyat paydo bo'lishi kerak. Bu imkoniyatni esa Priyev hozircha bermayapti. Bu kartda demak 3 ta ozarbayjonlik jangchi bor ekan o'zi. Birinchisi Bahromjon Ro'ziyev bilan durang qayd etdi. Ikkinchisi jangi bekor qilindi. Avliyoxon Hamidov bilan jang qilish kerak edi. Aynan uchinchisi Periyev Suhrob Mirzavaliyev bilan jang qiladi. Oyoqqa tura oldi Mirzavaliyev, lekin vaqt ketib bo'lgandida so'nggi 25 soniya. Birgina aniq zarba jang taqdirini hal qilishi mumkin. O'sha zarbani kutib qolamiz Mirzavaliyevdan. Mayli, hali oldinda 2 raund bor, lekin yana bir takedown yozildi Priyev hisobiga. Mountga o'tib ketishga bermaslik kerak. So'nggi 5 soniya. Mayli, barchasini keyingi raundlarga qoldiramiz Shohruh. Birinchi raund to'liq ustunlik. Ikkinchi raundni takrorlab qolar. O'z foydasiga hal qilishga, umuman jang taqdirini hal qilishga harakat qilish kerak. Muhammad Abdurahmonov ham murabbiy hisoblanadi Jasur Alijonov jamoasida. Ikkinchi raundga start berilyapti. Jangchilar qo'l tashlagan holda boshlab berishadi shu raundni. Middle kick. Salik zarba noaniq. Round kick o'xshamadi. Bu safar o'xshamadi. Biroz masofani saqlash kerak Mirzavaliyev. Ko'rdik, Ozarbayjon vakilining kurashi anchagina kuchli ekan. Yaxshi, mana shunday qarshi hujumda tuta olish kerak. Yaxshi, oldingi qo'l. Ajoyib, yaxshi zarba chap qo'lda. Seriyalarni ijro etdi. Qo'shimchasiga oyoq zarbasini ham qo'shib oldi. Mana endi bermaslik kerak-da. Mana shu yaqin masofada ikkilinchi kerak emasdi o'zi. Yana Ozarbayjon vakili jangni parterga ko'chiryapti. Albatta, parter biroz u tarafda yaxshiroq ekan, ya'ni raqib tomonidan kuchliroq ekan. Shu sababdan iloji boricha chiqib bermaslik kerak shu kurashga. Hozircha raund endi boshlandi, bir xulosa qilish qiyin, lekin boshlanishi yaxshi boshlangandi. Gard holatida davom etyapti jang. Birinchi raund ssenariysi davom etyapti. Ozarbayjonda ham MMA asta-sekin rivojlanib boryapti. Bilasiz, yaxshi darajadagi, yaxshi saviyadagi jangchilar bor. O'sha Rafael Fiziyev ham Ozarbayjon sharafini himoya qilyapti UFC'da. Tahir Abdullayevni, o'sha Xotanboy Nazarovni sobiq raqibini eslatib o'tishimiz mumkin. Biz esa jangga qaytamiz. Burchak uslubini yo'qqa chiqardi raqib. Lekin Shohruh ikkita jangchimiz chempionlik kamari uchun Ozarbayjon vakiliga qarshi oktagonga ko'tarildi. Uslubiga o'tib olishi mumkin mana bu yerda. Yaxshi. Amalga oshadimi? Timura bu yerda ham oyoq bilan qo'lni qayiryapti. E'tibor bering. Endi yetarli bo'lmasa qo'lni ham qo'shib yuborish kerak yordamga. Bir ikkita zarbalar yo'llashning imkoni yo'qmi? Iloji boricha qo'lga aksentim qaratgan, qayirib olgan yaxshigina. Qanday tarzda? Bir qo'l o'chiq lekin ajoyib uslubda turibdi hozir. Yaxshi, mana zarbalarni yo'llay boshladi Mirzavaliyev.
U dosh beryapti. Lekin oltinga teng hozir holat bo'lyapti. Iloji boricha foydalanish kerak. Lekin chiqib oldi, mana qo'llarini chiqarib oldi. Lekin baribir talofat yetdi Shohrux aynan o'sha qo'liga. Umid qilamiz agar qandaydir endi jarohatsiz bo'lsin degan umiddamiz, baribir sport avvalo do'stlik ramzi, bizga hech qanday jiddiy jarohatlar kerak emas. Lekin hamyurtimiz foydasiga o'sha vaziyat hal bo'ldi. Shuni o'zi ham katta natija. Demak, Arimbarga o'tib ketadimi? Astoydil harakat qilmoqda hamyurtimiz. Yaxshi qulay vaziyat tortish kerak. Yana ham tortish kerak. Mirzavaliyev. Bor kuchi bilan harakat qilyapti hozir. Ajoyib do'stlar!